Assalomu alaykum hurmatli kanal muxlislari. Bugun sizga bir sirni aytaman. Yuragimizni tinchlantiradigan, quvontiradigan, hatto stressni ham eritib yuborishga qodir bo'lgan 7 ta giyoh borligini bilarmidingiz? Bugungi suhbatimni men Ibn Sinoni yurak dorilari risolasi asosida tayyorladim va mana shu kitob asosida yurakni xursand qiluvchi 7 ta giyoh haqida sizlarga ma'lumot beraman. Eng qizig'i, bu giyohlarning ta'siri faqat xalq tabobatida yoki Ibn Sino tabobatida emas, balki zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda ham tasdiqlangan. Kimdir bu giyohlarni faqat xushbo'ylik yoki hid beruvchi deb o'ylaydi. Aslida ular yurak urishi, qon bosimi, hatto qon aylanishini ham juda kuchli qo'llab-quvvatlaydi. Bu videoda men sizga yurakni xursand qiluvchi, ruhni tinchlantiruvchi, qon tomirlarida tiqilmadan ochadigan eng sira 7 ta Ibn Sino tabobatidagi yurak dorilari nomli risoladagi yozilgan giyohlardan 7 tasini tanladim va ularni sizlarga ilmiy va Ibn Sino tabobati bo'yicha izohlab beraman. Qaysi biri stressni kamaytiradi, qaysi biri yurak urishiga ta'sir qiladi, qaysi biri qon bosimi pastlashishi isbotlangan. Bugungi suhbatimiz haqiqatdan ham siz uchun yangi va kerak bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga har bir giyohni ilmiy faktlar bilan ochib beraman. Birinchi giyohimiz limon o'ti, bodronjubuye deb ataladi. Bu o'sha bizlarni огородlarda o'sib yotuvchi yoqimli hidga ega bo'lgan giyoh. Ibn Sino tabobatida bu tabiat ikkinchi darajada issiq va quruq, shilliqdan va savdodan bo'lgan illatlarni hammasiga foyda qiladi. Og'izni juda xushbo'y qiladi. Miya tiqilmalariga foyda qiladi. Og'iz hidlanishini ketkazadi. Yurakni xursand qiladi va kuchaytiradi. Yurak o'ynashini yo'qotadi. Mana ko'ryapsizlarmi, qanaqa ajoyib xususiyatga ega. Bundan tashqari, yurakni xursand qilish bilan birga uni quvvatli qilishda ajoyib xususiyatga ega. Xushbo'yligi, latifligi, ochuvchanligi, burishtirish xosiyatiga yordam beradi. Bu bilan birga u barcha ichki a'zolarga ham foydalidir. Undan, ruhdan va yurakdan qondagi savdoli bug'larni surib chiqarishga yetarli bo'ladigan yengil suruvchi tabiati ham bor. Demak, limonot kimga foyda qiladi? Savdodan hosil bo'lgan yurak siqilishiga, vasvasa, depressiyaga juda ham yaxshi foyda qiladi. Endi zamonaviy tibbiyotda nima deyiladi? 2016-yilgi tadqiqotlarga ko'ra, melisa vegetativ nerv tizimini tinchlantiradi, yurak urish ritmini barqarorlashtiradi. Antioksidant moddalari yurak qon tomirlarini himoya qiladi. Yurak asabiylashganda, shoshilganda, qo'rquvda, tez urayotganda, demak limonot juda ham yaxshi, samarali yordam beradi. Keyingi yurak dorilaridan biri zafaron, ya'ni shafran. Ibn Sino o'zining yurak dorilari risolasida quyidagilarni yozgan. U ikkinchi darajada issiq va birinchi darajada quruqdir. Ya'ni issiq va quruq. Zafaronda kuchli eritish va burishtirish xususiyati bo'lganligidan yetiltiruvchi hamdir. Zafaron ruh javharini kuchli qilishda, nurlantirishda, yaxshilashda va mustahkamlash bilan xursand qilishda kuchli xosiyati bor. Bunga mazkur tabiati bilan o'tkir xushbo'y hidi yordam beradi. Agar uni ko'p miqdorda iste'mol etiladigan bo'lsa, ruh javhar haddan tashqari ko'p yayiladi va tashqi tomonga harakat qiladi. Natijada ruhni oziqlantiruvchi moddasini ajrab ketib, o'lim yuz beradi. Shuning uchun zafaronni katta dozada ichish mumkin emas. Shu sababdan buning uchun bir vazn tayin qilingan. Yaxshisi buni zikr etmasligimizdir degan o'zining yurak kitoblarida, ya'ni o'zboshimchalik bilan katta miqdorda qabul qilish yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantiryapti bobokalonimiz Ibn Sino. Endi zamonaviy tibbiyotda qanaqangi foydalari isbotlangan? Zafaron
qimmat, lekin yurakka yaqin giyoh hisoblanadi. Uni tarkibidagi krolin va safralin moddalari yurak qon tomirlarini oksidativ stressdan himoya qiladi. 2021-yildagi tadqiqotlarda zafaron yaxshi xolesterinni oshirgani ko'rsatilgan. U yallig'lanishni kamaytirib, qon aylanishini yaxshilaydi. Yurak faoliyatini kuchaytiruvchi nozik giyoh hisoblanadi. Keyingi yurak dorilardan biri hisoblangan zanjabil, ya'ni imbir. Zanjabilni ko'pchilik faqat shamollashga ishlatadi, to'g'rimi? Zanjabil faqat shamollashga emas. Ibn Sino o'zini yurak dorilar risolasida zarnab va zurumbot, ya'ni yovvoyi zanjabil deb keltirgan. Bu ikkalasi ham ikkinchi darajada issiq va quruqdir. Bularda burishtirish bilan bir qatorda latiflashtirish, ya'ni yumshatish bor. Bular yurakni ham quvvatlantirish, ham xursand qilish xususiyatiga ega. Shuningdek, bu ikkovi ruh javhariga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi va jigardagi ruhni ham kuchli qiladi. Zamonaviy tibbiyotda bilamiz, ko'proq bu jigar detoksini yaxshilash uchun, g'ayritabiiy balg'amni yo'qotish uchun qo'llaniladi. Lekin zanjabilni yurak uchun ham juda katta foydalari bor. Zanjabil qon tomirlarini kengaytiradi, g'ayritabiiy balg'am hiltini eritadi, qon aylanishini tezlashtiradi va yallig'lanishni kamaytiradi. Ilmiy tadqiqotlarda 2018-yilgi meta tahlilda zanjabil xolesterinni, yomon xolesterinni 5-8% gacha pastlatgani ko'rsatilgan. Tromb hosil bo'lish ehtimolini kamaytiradi va yurak qon tomir kasalliklari xavfini pasaytirishda ko'makchi vazifasini bajaradi. Keyingi top mahsulotlarimizdan biri Damashq atirguli, qizil atirgul. Damashq atirgul nafaqat xushbo'y, balki yurak uchun tabiiy tinchlantiruvchi vosita hisoblanadi. Gul xushbo'y hidi bilan ruh javhariga yoqimlidir. Xususan, ruhni mizoji issiqlik bo'lsa, yuqoridagi giyohlarimiz ko'proq sovuqlik kasalliklariga yaxshi foyda qilar edi. Qizil gulni mizoji sovuq, aksincha u issiqdan bo'ladigan yurak kasalliklariga yaxshi ta'sir qiladi. Chunki keyingi holda u o'zidagi sovuqligi bilan ruhga foyda qiladi. Burishtirishi bilan ruhni mustahkamlaydi. Shuning uchun gul suvini oz-oz ho'plab ichilsa, issiqdan bo'lgan behushlikda va achchiqdan bo'lgan xafaqonga juda foydalidir. Gul barcha ichki a'zolarga foydalidir. Demak, bildik-a, qizil gul, Damashq atirgulni mizoji garchi o'zi yoqimli efir moylariga ega bo'lib, tinchlantirsa ham, lekin tabiatda sovuqqa moyil. Shuning uchun uni qon hiltidan, safro hiltidan bo'lgan kasalliklarda, ya'ni yurak qon tomir kasalliklarida juda foydali, ayniqsa arterial bosimni oshganda. Endi ilmiy dalillarda nimalar aniqlangan? Damashq atirgulni efir moylari nerv tizimini faollashtirib, tinchlantirib, qon bosimini pasaytirishi va yurak urishini barqaror qilgani aniqlangan. Asabi juda tolganda, yurak zo'riqqanda, arterial bosim ortganda, ayniqsa qon hilti bilan bog'liq bor-u, ba'zilar ikki betlar qizarib, tomirlar chiqib gupillab turadi. Bularga ham juda foydali bo'ladi. Qizil gulni, demak, damlama sifatida yoki gulqand, gulasal shaklda iste'mol qilish. Gulasal shaklda iste'mol qilganda asal bilan birlashib sovuqligi kamayadi, lekin o'zini damlab ichsa ham aynan mana shu tinchlantiruvchi foyda qiladi. Keyingi bizni tabiblar tomonidan sevib iste'mol qilinadigan, ko'p ishlatiladigan, yurak dorilarida ham ko'p Ibn Sino retseptlarida qo'llaydigan modda bu gavzabon. Gavzabon lisonul savr deyiladi, ho'kiz tili deyiladi tabobatda. Bu birinchi darajada issiq va ho'ldir. Uni yurakni xursand va kuchli qilishda xosiyati juda kattadir. Suyuq savdoni surishi shu xususiyatga yordam qiladi. Chunki savdoni surish bilan yurak qonni va javharni tozalaydi.
Gavzabonni yaxshisi Xurosondan keltirilgan xilidir. Uni bargi qalinroq va tuki ko'proq bo'lgani. Quritilgandan so'ng burishmaydi. Mizoji ham quruq bo'lib qolmaydi. Bu shaharlarda bo'ladigani esa kanovcha jinsidandir. Ammo gavzabonga o'xshagani uchun uni o'sha deb olinadi, holbuki bu emas. Bu dorida kuchli xosiyat bilan tabiatni mo'tadillikka yaqinligi birlashgan bo'lib, bu jihatdan undan yaxshiroq narsa yo'qdir. Ya'ni gavzabon yurak dorilari ichida liderlardan hisoblanadi. Endi ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Men axtardim, tadqiqotlar bormikan bu bo'yicha. Balki ingliz tilida bordir, lekin men ingliz tilini tushunmayman. Ba'zi bir tadqiqotlarda bu modda yurak tomirlarni himoya qilishi va qon bosimini barqarorlashtirishi aytilgan. Ilmiy tadqiqotlarda bu qon tomir devorini mustahkamlab, yurak ishemik kasallik xavfini kamaytirishi aniqlangan. Biroq miqdor dozani oshirmaslik kerak, ortiqchasi yurakka nagruzka hisoblanadi. Va keyingi giyohimiz bu qora halila. Halilach. Qobul va Hind halilasi birinchi darajada sovuq va ikkinchi darajada quruqdir. Tabiatida burishtirish xususiyati ham bo'lib, u o'z ta'xirligi bilan bo'ladi. O'z xususiyati bilan ba'zan surgi vazifasini ham o'taydi. Bunga uni siqish xususiyati yordam beradi. Har ikkalasi ham suradi. Hind halilasi yurakni mustahkamlash va quvvatli qilish bilan birga yurak qonini quyuqalardan, ya'ni qon qo'yg'ilashib ketadi, yurak qon tomir kasalliklarida, mana shulardan tozalashda sherikdir. Shuning uchun ikkalasi ham shodlantiruvchi dorilarga kiradi. Bu shodlantirishni ulardagi xosiyat vujudga kelishi ham mumkinligi isbotlangan. Qora halila yurak uchun tabiiy detoks. U qonni chiqindilardan tozalashga yordam beradi. Tomir elastikligini oshiradi. Ilm nima deydi? 2020-yil tadqiqotlarga ko'ra, qora halila antioksidant va qarishga qarshi xolesterinni kamaytiruvchi ta'sirga ega ekanligi isbotlangan. Va bu ateroskleroz xavfini pasaytirishda juda muhim hisoblanadi. Va oxirgi giyohimiz bu kardamon. Kardamon tabiiy gipertoniyaga qarshi giyoh hisoblanadi. Ibn Sino o'zining yurak dorilari kitobida qoqulla, hil, qalampirmuchoq daraxtning po'stlog'i hamda dolchinni uchovini bitta qilib aytgan. Bularni tabiati bir-biriga yaqin, issiqlik va quruqliklari ikkinchi darajaning oxirida. Ayniqsa hil, ya'ni qoqulla kardamon yurakni kuchli xursand qiladi. Bundan ilgari boshqa dori haqida aytilganidek, bularning yoqimli hidi va latiflashtirish bilan burishtirish xosiyati yordam beradi deb so'zni yakunlagan. Ilmiy tadqiqotlar nimani ko'rsatadi? Kardamon tabiiy gipertoniyaga qarshi giyoh. Qon bosimini pasaytiradi, tomirni kengaytiradi. 2009-yilgi klinik tadqiqotlarda kardamonni 3 oy davomida qabul qilinganda arterial bosim 10-12 mm simob ustuniga pastlagani aniqlangan. Kaliy va antioksidantlarga boy yurak ritmini barqarorlashtiradi. Ko'rib turibmizki, tabiatda yuragimizni himoya qiluvchi, quvvat beruvchi, stressni pasaytiruvchi giyohlar juda ko'p. Faqat aptekani ximikatlariga yopishish shart emas. Limon o't tinchlantiradi, zafaron antioksidant, zanjabil qon tomirini kengaytiradi, qizilgul asabni tinchlantiradi, gavzabon yurak qon tomir tizimini quvvatlaydi, qora halila xolesterinni kamaytiradi, kardamon qon bosimini pasaytiradi. Albatta bular dori emas, lekin to'g'ri qo'llansa yurak salomatligini kuchli qo'llab-quvvatlaydi. Azizlar, bu giyohlarni qayerdan topamiz degan savol bo'ladi. Ko'p ziravor sotuvchilarda bor, lekin uzoqqa borib, axtarib yoki bir-biriga to'g'ri kelami, qaysi biri bilan qaysi birini qo'llasak bo'ladi degan savollar sizni o'ylantirsa, bemalol bizlarni Zaytun Medtib korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilgan Cardiac Class dorisini xarid qilib
iste'mol qilishingiz mumkin. Kardiokrasda yuqorida aytgan giyohlarim hammasi kombinatsiya asosida Ibn Sino tib qonunlari, yurak dorilari kitoblari asosida juda ko'p kombinatsiya, ya'ni juda ko'p miqdorda turli tuman shu retseptlar asosida qilingan va u yurakni xursand qiladi, qon tomirni kengaytiradi, yurakdagi tushayotgan yuklamani kamaytiradi, tinchlantiradi, asosiysi yurakni xursand qilib tiqilmalarni ochadi. Shuningdek, bizdagi ishlab chiqarilgan fitahilt giyoh ham, fitahilt nomli kapsulamiz ham aynan yurak qon tomiridagi mayda tiqilmalarni ochishi isbotlangan hisoblanadi va bu necha yillardan beri qo'llanayotgan Ibn Sino retseptlar asosida tayyorlangan. Shuningdek, bizlardagi Sultonul shifo nomli mahsulotimiz bor. Bu qalampir munchoq, qora halila, chesnok, limon va hokazo tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Bu qonni suyultirib, aterosklerozni yo'qotadi. Agar sizda arterial bosim, qonni quyuqligi bo'lsa, bemalol bizdagi kardioklas, Sultonul shifo va albatta toza shafranni, ya'ni zafaronni olib iste'mol qilishingiz mumkin. Mana tayyor ishlab chiqarilgan tabiiy ximikatlarsiz Alloh taolo yaratgan va ota-bobolarimiz meros qilib qoldirib ketgan ilmiy tabobatlarga asoslangan tabiiy mahsulot sizlarga taqdim qilingan, xarid qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Albatta, ko'pchilikka quyidagi savol tug'iladi, ya'ni qayerdan olishimiz mumkin? Har doimgidek manzilni shapkamga yozib qo'yganman, profil shapkasiga, lekin yana bir bor qaytarib o'taman. Bizni joylashgan joyimiz Toshkent shahri, Olmazor tumani, Sebzorda, shundoq Riviera Makron orqasida Sharshara kafesining yonida Zaytun Medtib klinikasi joylashgan. Kiroverishda birinchi xonada mana shu tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan mahsulotlarni sotuvchi apteka bo'limimiz bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekiston bo'ylab eltib berish xizmatimiz mavjud. Buning uchun siz 93 587 44 03 telefonlari orqali administratorlarimiz bilan bog'lanib, albatta zakaz qilishingiz va iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, sizda agar yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa va siz turli kimyoviy dorilar iste'mol qilsangiz, albatta davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashib, yuqoridagi giyohlarni yoki tayyor aralashmalarni qabul qilishingiz mumkin. Siz qaysi giyohlarni sinab ko'rgansiz va qaysi bir haqida yana alohida suhbatlar kerak? Izohlarga yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'ling, like bosing. Bu men uchun yana motivatsiya bo'ladi va sizlarga yanada qiziqarli, foydali suhbatlar tayyorlashimga yordam beradi. Azizlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Albatta, inshaalloh ma'lumotlarim sizlar uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman, chunki ayni damda yurak qon tomir kasalliklari o'lim ko'rsatkichda liderlik rolini o'ynab kelyapti. Agar siz yuqoridagi giyohlar bilan bir vaqtda sog'lom turmush tarzini shakllantirsangiz, ovqatingizni korreksiya qilsangiz, hayotingizni korreksiya qilsangiz, badan tarbiya bilan shug'ullansangiz, ochlik kurslari qilsangiz, holatingizga qarab zulik va hijoma kurslari olsangiz, Alloh taolo bergan umrni, yurakni xafa qilmasdan, uni tiqilmalarga boyitmasdan eson-omon go'zallikda, shodonlikda kechirasiz deb umid qilaman va shu yo'lda sizga ozgina bo'lsa ham yordam bersam, o'zimni juda ham baxtiyor hisoblayman. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha sizlar bilan doktor Gulbahor, Zaytun Medtib klinikasini asoschilaridan va shifokori, ilmiy tabobat mutaxassisi, preventiv va integrativ shifokor, pediatr edi. Allohga omonat bo'linglar. Keyingi suhbatda ko'rishguncha.